Haqiqiy ramyon tez, oson va juda ham mazali. Haqiqiy tovuq go'shti va sabzavotlar bilan tayyorlasa, ramyon ham mazali bo'lgan tupputuzu taomdir. Yarimta piyozni tilla rangda qovurib olib, bir dona sabzini qo'shamiz. Qizil sabzini 2-3 daqiqa qovurib, bir bog' ko'k piyozni qo'shib, bir marta aralashtirib, 200 g tovuq filesini qo'shamiz. Tovuq filesini sabzavotlar bilan 4-5 daqiqa qovurib, yarim qoshiq tuz, 1,5 qoshiq shakar, 2 qoshiq soya va tabiiy ko'ra shirin yo'kida achchiq qizil qalampir qo'shib, shakar karamelizatsiya bo'lishi uchun 2 daqiqa qovurib, 2 litr suv quyib, yarim soatga past olovda qaynatib qo'yamiz. Yarim soatdan so'ng 2 dona tuxum chaqib, yaxshilab aralashtirib, tuxumni maydalab olamiz. Ramyonni faqatgina lapshasini ishlatamiz, ziravor va sabzavotlari bizga kerak emas. Ramyonni kishi boshiga bir donadan qo'shib 4-5 daqiqa baland olovda qaynatib olsak, haqiqiy va mazali bo'lgan ramyonimiz tayyor. Yaqinlaringiz uchun haqiqiy ramyonni albatta tayyorlab ko'ring. Agar sizga ma'qul kelsa, meni duolaringizni eslab qo'yishingiz yetarli. Maltani bilan har qanday ramyon yanada mazaliroq.